Pupsikcham, obed bo'ldi. Kirmaysizmi? Voh, uylanish buncha mazza. Hozir boraman o'zimni lapar-lupirchab. Ha, bacham, qayeri? Onajon, obed bo'ldi-ku, ozgina dam olsam dedim. Ha, kir borsan, yo'q. Kelin chaqirib, bitta massaj qilib qo'ysin-da. Xo'p. Qachon ajrashib qolasiz? Yaxshi. Kelin, endi siz kechki ovqatga qarang. Ha demay, dadajoningiz keladi. Ovqat deb ko'tini yirtib. Ha, kelin poshsha, ukam charchatib qo'ymayaptimi? Asla qo'ymayapsizlar shunga. Yangachi. Xo'p, Azamatjon. Oqay utigiz olib chiqing, sochim dazmollab olay. Xo'p, hozir olib chiqaman. Rahmat yanga. Buning ishlaring tezroq yo'q, kech bo'libdi. Necha sensiz yotaman, seni boshdan otaman. Labay dadajon. Abir achchiqqina qilib choy damlanqanda jonishdan keldi. Xo'p, hozir. Choy ichib damlaydi dada. Men nima uylandim? Xotinim bilan 5 daqiqa yolg'iz qololmasam. Men shunday ish qilay. Bular men bilan xotinimga umuman ishi bo'lmay qolsin. Akam ketdilar. Nima qilay aka kelibdi? Dadasi, o'g'lingiz mashina olib kelibdimi? Aylanay jentrof ketdi-ku bu. Dadajon, keliniz akasi sizga jentrasa vaqt. Mang. Bacham rahmat, lekin qaysi salonni olibdi buni? Aytsam ishonmaysiz dadajon, Qashqadaryodagi avtomillionda mashinalar uchun maxsus chegirmalar ketmoqda. Narxlar arzon. Bundan tashqari ular trading xizmatlari ham bor ekan. Ya'ni eski mashinangizni olib, yangisiga almashtirib berishadi. Endi nima qilib foydasiz? Lapar-lupircham, ana endi bizani kuchiga bezda qolmaydi. Keting. Kelin. Labay oyijon, siz ham o'tiring. O'zingiz ham bitta oyijoningizga gaplashib berasizlar, sakkataga o'g'il hasratim ham hal qilolmaydi. Men o'g'lim endi mana u. Masiyadami? Bitir qay, ketdik.